Choyxo'rlik uchun ayni miqdor ishimizni pesочный testo qilishdan boshlaymiz. 200 gram margaringa 300 gramcha un qo'shib turib, kroshka qilib olamiz. Tuz, razrıxlitel, shakar. Tabga ko'ra qo'shasizlar, lekin men hammasini bitta chaynak ложкаdan solib chiqdim. Yaxshilab kroshka bo'lganidan keyingini solasiz. Ana o'shanda butunli effektini ko'rishingiz mumkin. Qaymoq yoki smetana 3 ta tuxumli sarig'idan foydalanamiz. Qaymoqni tavsiya uncha qilmayman. Pesочный testoda bo'linib ketish ehtimoli ko'p bo'ladi. Chunki biz buni olib tugishimiz kerak. Men smetana qo'shdim. Xamirimni yaxshilab mushlab 15 minut tindirib olib qo'ydim. Xuddi videoda ko'rsatilgandek bir nechta zo'lachalarga bo'ylab yana 5 minut tindirib olamiz. Ungacha nachinka tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun magiz bilan kuragadan foydalandim, lekin magiz bilan yong'oq ham qilishingiz mumkin. Xuddi videoda ko'rsatilgandek tugab 180 gradusda 30 minut duxovkaga yuboramiz. Bu pechenyelarimizni o'zini ham iste'mol qilsangiz bo'ladi, lekin siropi bilan yana ham mazaliroq. Xohishga ko'ra dekor qilib uydagilarimizga tortamiz. Ishonavering, mazasi har doimgidek gap bo'lishi mumkin emas.